soat 2da keldi, kontur o'ynab keldi. Konturxonasiga otib kelsanmi? Jaja qildi. Bizlarda ozgina bo'shash kerak-ku. Bizlar laqillab miyasini og'ritib tashlasak, ular bizdan nima kerak? Men o'ziga aytmayman, mendan bir bor davom keng deb. Men ham laqillayman kelsa. U 1 soatimga chidamaydi. 1 soat jim bo'lay debdi, keyin uxlayveradi. Jim bo'l, gapirma. Hozir gapirma debdi. Bizdan dam olish kerak, o'sha konturga borib, ozgina miyasi dam olib kelsa kerak-da, deb bilmasam. Dash telefon qilmayman. Qayerda siz agar toza o'zimda ishim bo'ladigan bo'lsa, men bolalar muammo bo'lishi mumkin, isitmalashi mumkin, dori kerak bo'lishi mumkin, bolamga kasha kerak bo'lishi mumkin, pampers kerak bo'lishi mumkin, telefon qilaman, noilish. Dadasi kelishingizda pampers olib keling. Xo'p. Dadasi kasha olib kelib, kashasi tugab qolibdi. Xo'p. Soat 2da kelammi, 3da kelammi, menga farq yo'q. Menga o'sha narsani yetkazib bersa bo'ladi. Agar tugadimi, soat 10da telefon qilyapman, konturxonadaman. Menga yetkazing o'sha narsani deb, yetkazadi, borsin, o'ynayversin, ishini qilaversin. Menga nima kerak, to'g'rimi? Bolam hamma narsasi joyida, meni hamma narsam joyida, borsin, o'ynasin, vaqtida kelsin. O'ziga to'g'ri bo'lsa bo'ldi-ku, to'g'rimi?